Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Xabarlaring bor, O'zbekistonlik Sardor va undan tashqari Qozog'istonlik bir qizni videolari va janjallari keng ommalashib tarqalib bormoqda. Bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Ana shu qiz Dubayga Sardorning oldiga borgan, undan keyin u yashayotgan mehmonxonaga kirib, hatto bir xonada tunashgani aytilmoqda. Yana Sardor qasam ichib aytdiki, ya'ni yigitni so'zi qasam degandek, men u qizga qo'limni uchini ham tekkizmaganman. Chunki u ham birovni bolasi, birovni farzandi. Men uni sha'niga yomon gap bo'lishini xohlamayman degan ma'nodagi gaplarni gapirdi. Biz hozirda mana shu jonli efirdan olingan videolarni ko'ramiz, tanishamiz, xulosani birgalikda qilamiz degan umiddaman. Bir kulminatsion nuqtasi Qozog'istondan Dubayga u qiz kelib, bemalol bir yigit bilan bir mehmonxonada turgan. Bilmadim, endi ota-onasi yoki akalari qarshi chiqmagan ekan, shu narsa aytilyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Xulosani videodan so'ng qilamiz. Toza. Qanaqa qalbi toza? Men senga videosini ko'rsataman. Men senga videosini ko'rsataman. Men senga videosini ko'rsataman hozir qalbi tozaligini. Do'stim telefonda olib ketsin. Hozir men senga qalbi tozaligini ko'rsataman hozir. Men senga qalbi tozaligini ko'rsataman. Hozir ko'rasan. Men biron marta birovga ham o'zim ham yomonlamaganman. Mana bu birinchisi. Ko'rsen buni. Men nimaga jahlim chiqdi? Men bekordan bekorga jahlim chiqqani yo'q. Men nimaga jahlim chiqdi? Hozir men senga ko'rsataman. Hozir men senga ko'rsataman. Shoshilmaydi. Hozir men senga ko'rsataman. Zeba deyman zebona, kuyingda men devona. Bolalikda do'st qizlar, bo'yga yetgach begona. Zeba deyman zebona, kuyingda men devona. Mana ko'r, haqiqatni ko'r. Mana haqiqatni ko'r, mana haqiqatni ko'r. Mana qara. Haqiqatni ko'r. Bu meni fanatikam, meni fanatim emas. Bu profil multik deb ochilgan, multikda baletchiga bu kim bo'lsa, tushunyapsan? Bu kim bo'lsa, multikda baletchiga. Lekin mana shular ham kimligini tushunib yetdi. Mana shular ham multikda baletchiga. Mana endi ko'raman. Endi ko'r. Azizingga ham, Sardoringga ham. Sardorning aytganlari. Men ham Sardor o'rtasida kelganda, Sardorning aytganlari, Instagramda aytib qo'ying. Bu joyda bo'ying bilan gaplashaman. Bunga kulishdi qara. Eshityapsan? Bu joyda bo'ying bilan gaplashash. Mana qara. Bu meni yomonlayapti, buni qara. Basharasiga qarab tur, emotsiyaga qarab. Qara. Shoshma. Emotsiyaga qarab tur, qara. Emotsiyaga qarab tur. Ko'z aldalmaydi, tushundingmi? Qarab tur, mana qarab tur. Bu meni yomonlayapti, qara. Bu iflos meni so'kayapti chiqib. Men tanimayman bu pidaras kim bo'lsa. Mana qarab tur. Qarab tur. Betiga qarab. Kulishdi qara. Bu joyda bo'ying bilan gaplashaman. Kulishdi. TikTokda meni taniydi, hamma bu joyda bo'ying bilan gaplashaman. Mana hozir ko'raysan, emotsiyani ko'raysan? Kedaman. Bu meni so'kib boshlayapti, bu kulyapti bu. Profilni ko'rsatib, Sardorga ko'rsatasammi, Azizga ko'rsatasammi, boshqasiga ko'rsatasammi, bo'yiga ko'rsat. Mana. Hozir men ikkinchi profilimdan keldim. Mana hozir yozaman. Kulishdi qara. Mana ko'raysan? deb yozaman. Mana bu ikkinchi profilim. Ko'raysan, nima qilay? Men yomonlasa ustimdan kulib, qo'shilib turib ustimdan kularmi yaxshi ko'radigan odam? Ha? Birov gostiga chiqarib olib ustimdan kulib o'tirarmi yomonlar? Ha? So'kkanim yo'q, yaxshilab e'tibor ber. Mana men aybimni yashirmayman, mana. Shunda ham bordim, qara. Qara. Nima chiqarib kostingga beni so'ktiryapsan? Men seni chiqarib birov so'ktirdimmi? Men kostingga chiqarib birov yomonlattirdim. Sen yomonlik qildingmi? Men endi uni og'zini qavaylab men aytmayman. Shulvar bilan gapirma. Kim u bilan tanimayman uni.
Ko'ryapsan? Qarab tur. Birinchi sutkanimni ham qo'yaman. Ulangan paytim bor bolalar zapsi. Hozir mana qizda bo'lish kerak. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Qarab tur. So'kib, uni so'kmaganman. Mana. Qani so'kkanim. Mana Birinchi rotsiga ham keladi. Bu yerga mana qara, birinchi bosh. Mana ulangan, mana. Mana tepadagi. Bu yerga qilyapsanmi? Qara. Bu yerga qilyapsanmi? Mana tepadagini aytdim. Quyit qilyapsanmi deyapman, lekin suv ketganmi? Qarab tur. Men uni aytganman. O'nnashini shikaman. Ishi. O'nnashini shikaman. Kim o'nnashini shikaman? Boshqasini ham o'nnashga. U kim u, men uni taniyman. Kim u o'nnashni shikaman, uni taniyman. Kim u naxoy bilan? Kim u naxoy? Men qaydan bileyim sizga kim Nima ko'rshingiz kerak? Ya menga aytib tur. Menga aytyapti, mana qara, ko'ryapsan? Menga aytyapti, ko'ryapsan? Men uni aytyapman. Onasini siskaman, u kim u deyapman, menga quyit qiladi, meni Sampon so'kyapti. Ben çıkarıp ghostingga beni so'ktiryapsan. Men çıkarıp birov so'ktirdimmi? Men ghostingga chiqarib birov yomonlattirdimmi? Sen yomonlik qildimmi? Men endi uni og'zini qalay yopaman, aytpa deb. Ko'rdinglar mana boshi. Shirvar bilan gapirmadi. Kim u bilan tanimayman uni bilan. Bitta kun urmagan kim. Chiqadi, men borsiman, men bilmayman, men biznesman, men otman, Ko'rdingmi? Mana shuncha yaxshilik, shuncha mana ko'rdinglar, mana boshdan oxirigacha men sizlarga qo'yib berdim. Qo'tag'idan beg'i bormi? Beg'i bor, qo'tag'i beg'i bor. Men ham shunday deb o'ylaganman. Men ham yaxshi qiz. O'zim bir ko'rgan paytda mehrim tushgan. O'tirgan 20 ta, 15 ta odam bilan mana bunday qilib efirda o'tirgan. Men o'zim ulaganmanda, men o'zim Rossiyada edim u vaqtda. Rossiyada turgan paytim u bilan o'zim tortib gaplashib, mana oxiri Qozog'istonga ham bordim. Mana men haliyam vaqtida bildim uni kimligini. Mana qozoq bavurlarim aytinglar. Kim mana prav? Mana Qozog'istonlik bo'lib turib, mana shu yerda yozsin. Bor Qozog'istonliklar ham ko'rib turgan. Mana yozsin. Kerak bo'lsa butun dunyo bildi kimligini. Men yomonlik qilganim yo'q. Bir ham yomonlik qilganim yo'q. Men nima birovni ustiga chiqarib, gostiga chiqarib, meni ustimdan kulib, meni ustimdan yomonlab o'tirsa, men deb indamagina e'tibor bermay o'tib ketishim kerakmidi? Ha? Men indamay e'tibor bermay ketishim kerakmidi? Bilay. Men yomonlaganim yo'q-ku uni. Menga yomonlik qilsa ham, men o'sha yerda ulanishimdan oldin ko'rganlar bo'lsa yozsin mana shu. Ana shu efirda ulanishimdan 2 soatmi, 1 soat oldin, ovqatlanishga chiqishimdan oldin Azizga aytdim. Aziz dedim. Bitta ulab ber dedim. Bitta ulab ber, boshqasida yig'ishtir dedim. Bitta shuni ulab ber dedim. Meni dedim, bitta gapim bor dedim. Men bundan bilat Alloh uchun ro'za Ramazon oyida katta boshimda men egib turib shu qizni ko'nglini og'ritmasligi uchun kechirim so'ramoqchi edim. Menga shunday ulanib qochib ketdi. Shunday ulanib deb qochib ketdi-da, 20 minut o'tgani yo'q, yarim soat o'tgani yo'q. 20 minut o'tgani yo'q. Pastga tushib ovqatlanib o'tiribman, meni so'ktirib o'tiribdi. Pastga tushib shunday ovqatlanib o'tiribman, meni so'ktirib o'tiribdi. Meni yaxshi ko'radigan odam, meni sevadigan odam, meni arqamdan shuncha padarka olgan odam, meni arqamdan shuncha bir o'zini o'nglagan odam menga unday qo'yit qilish kerak emas, u noto'g'ri narsa. Men minnat qilmayman, roziman o'shan. Mana ro'za kuni aytayapman, men rozi bo'lib urganman. Meni arqamdan kelib qara marvari, bilek, ko'rganlar bo'lsa yozsin. Shahboz akam, Qodir akam, o'zimda akalarim ular, bratlarim meni donator akalarim. Shular kelib 2 tadan she'r otgan. Qozog'istonda turgan payt. 2 tadan kelib she'r otgan. Men oldida turganligim uchun. Akalar uyaltirmanglar. Keldim shuncha joydan bitta bosinglar degan paytim, kuniga 3 tadan, 4 tadan, 3 kun yurgan bo'lsam 10 ta she'r otgan. 10 ta she'r otgan. Hisoblaying.
Nima biz onasini sikka padarkamizmi? Biz yerdan chiqqan qo'ziqorinmizmi? Naxu bizni izvasta qiladi. Kimdir kelib turib meni yomon ko'r. Men endi bir o'zimman. Men bilmayman kim meni yomon ko'radi, kim meni hurmat qiladi, kim meni unday sardorni bunday deb yomonlasa, kulib o'tiraversa, ertaga bittasi kelsada, bir 4 tagina sovg'a ursada, bir 5000 talik, 10 ming talik sovg'a ursada, WhatsAppga yur, WhatsAppda sen bilan gaplashaman. Yur seni unday qilaman, bunday qilaman. Lechkada yozmadim, o'qimading, yozding, lechkada yozishdik desa, men nima dalboyobman? Men dayusmanmi naxu? Men sizlarga nima dedim o'sha payti? Men nima uchun uylanmayman? Hali uylanishga mana qo'lini so'ramadim degan paytim hammang meni yomon ko'rding. Yomon maqsadda yuribsan, bo'lmaganda shu qizga uylanayding, birdani shu qiz bilan chiroyli hayot qurayding deb senlar meni yomon ko'rdilaring. Senlar meni yomon ko'rdilaring. Ko'rdilaringmi mana oxiri nima bo'ldi? O'sha payti, o'sha vaqtda bilmaganman uni ichi nima borligini, narsaligini. Men sizlarga nima degandim? Arzon odam sovg'aga aldanadi. Meni hech kim sovg'a bilan boshqara olmaydi. Men katta gapirmayman. Meni hurmat qiladigan odam menga beminnat paddashga qiladi. Menga kelib turib buyruq bermaydi. Sen bunday qilasan, lechkingga yozaman, men unday qilaman, unaqa narsa menda yo'q. Men aytdim sizlarga o'sha payt yaxshilab eslaylar gapirgan gapim. Men uylanmoqchi bo'lsam, TikTok platformasidan chiqib ketsin. TikTok platformasiga xotinimni chiqarib qo'yadigan dayus emasman. Shu narsadan, mashhurlikdan oilaga qadam qo'yadigan kuniga kelsa, men o'sha kuni uylanaman deganman sizlarga, bilasizlarmi? Mana oxiri mana shoshilmaganim to'g'ri ekan. Shoshilmagan kunim to'g'ri ekan. Tushundinglarmi? Tushundinglarmi? Ana ko'rdinglarmi? Men o'sha paytda borib turib Qozog'istonni qo'lini so'rab, unga uzuk taqib qo'yganim deydi. Ana bu hozir bu hayotda meni ko'rmaylaring. Men bu yerdan o'zimni taylaychidim. Mana shu yerdan o'zimni otaydim. Mana shunday palajinaga tushib qolsam, o'zimni otib yuboraydim. Men bilan menda bu yuragim yarimta edi. Men boshda unga o'ziga ham aytganman. Men bir marta yaxshi ko'rganman, kuyganman. Menga bo'lgan suxis-tuyg'ing, menga bo'lgan narsang yolg'on bo'lmasin. Yolg'on bo'lsa men ikkinchi marta o'lishni xohlamayman deganman. Tushundinglarmi? Men o'zi bir marta o'lib, bir marta tirilganman. Yetadi menga unaqa narsa. Tavba qildim. To'rtta sovg'aga aldangan qiz ertaga yo'qchiligim bo'ladi. Ertaga misol bo'lmaydigan kunim bo'ladi. Bu erkakchilik u. Hech kim katta gapira olmaydi. Men butun umr milliarder bo'lib yashayman yo butun umr kambag'al bo'lib yashayman degan narsa luboy erkak katta gapira olmaydi. Boshimda og'ir kunim bo'lsa, qo'shnimda 200 ming so'm pulga siktirib yuradimi keyin? Qo'shnim kelib turib 200 ming so'm pul bersa siktirib yuradimi keyin? Ha? Bir 200 ming so'm, bir 1 million so'mlik sovg'a uchun o'zini sotgan odam erta og'ir kunim bo'lib turib, qiynalgan bir boshimda og'ir kunim tushib qolsa, mabodo. Men katta gapirmayman, men butun umr mana shunday sog'lom bo'laman, butun umr mana shunday kuch-quvvatda bo'laman deb katta gapira olmayman. Ha? Ketdi bitta o'g'aynim uyimga kelib turib, ko'z suzib bir qo'liga bir 1 million pul bersa, o'sha o'g'aynimga siktiradimi keyin? Ha? Tavba qildim, bilad. Tavba qildim. Meni Alloh oldida ham, bandasini oldida ham yuzim yorug'. Qozog'istonda ham, mana shu Dubayda ham necha kun yurgan bo'lsam, kerak bo'lsa bitta xonada o'tirib suhbatlashgan bo'lsam ham, mana shu edi. Erkak kishiman. Foydalansam bo'laydi. Oldimgacha keldi, shuncha vaqt bitta xonada yashadim, bitta joyda o'tirdim. O'zimcha nafsimga shunday anolik qilib tegib qo'ysam bo'laydi. Lekin unday ish qilganim yo'q, Xudo guvoh mana. Alloh guvoh. Agar mana ro'za kunida turibman, tekkanim yo'qmi?
Men unday pidaras, men unday o'zimda nafsim uchun, o'zimda qandaydir bir hissiyotim uchun bitta qizni badnom qilib qo'yadigan bola emasman. Men unday bola emasman. Unday bola emasman. Tegmadim. Sizlar bilsanglar, xalq bilsin. Ditto bilan ko'rishishga borib, Ditto kelib sovg'a bergan payti, bergani bir 80 dirhamlik, 70 dirhamlik bitta tort berdi. Deb xursand bo'lib, o'zicha o'sha tortni olib, mana bu yoqqa. Mana shu bola tirik guvoh. Mana oldimga turibdi. Mana ko'ringlar. Mana shu bola tirik guvoh. Eshit. Men senga savol beraman, ro'zadasan. Ro'zadasan, aldamaysan, mana ro'za oyidamiz. Xudo haqqi mana aytma shuncha odamning ichida. Yolg'on gapirmayman, Sardor deb aytma shuncha odamning ichida ayt. Ro'za oyida yolg'on gapirma. Mana shu bola tirik guvoh. Ana shu Ditto borib turib o'sha restoranda, mana turk restoranda borib turib bir 80 dirhamlik, 50 dirhamlik bitta tort bergan payti, deb kulib oldiga o'tirg'izib qilgan payti men qancha pul berib yubordim? $300 berdim. Eshit. Men o'zim olib borib berdim, o'zing berdik, shuni sumkadan olib $300 berdim. Undan tashqari endi aytishlarimiz mana bunday emas. Kelgan kuni ham yaxtalar sinematik qilib $1000 juda ko'p. Uni son sanoqli. To'g'risida men o'zim tirik guvohman. Men ro'za oy. Mana eshitdik. Borganimizda Qozog'istonda ham restoranga o'tirsak ham qo'liga qanchadir sumkadan pullarni berib juda katta yordam qildi. Mana eshitdik. Mana Alloh mana yolg'on gapirmaydi, bu bola TikTokka chiqmaydi. O'zi ko'rinmas. Bu bola TikTokka ko'rinmaydi. O'zimni bachchalikdan tug'ilib katta bo'lgan o'g'aynim. Lekin non-ko'r deb o'sha akani realni unaqa qilyapti. Mana eshitdinglar. Lekin hammani chorlang qildi. Nimaga? Haqiqati bo'lganda edi, non-ko'r deganda o'zi tushunib olardi. Mana eshitdinglar. Uni shunday to'g'ri, realni ko'rib turgan odam birdan biladi. Eshitdinglar. Men minnat qilayotganim yo'q. Men prosta jahlim chiqayotgani Sardor uchun, Ditto uchun bilan olishyapman, Odilxon uchun olishyapman. O'zi men o'sha restoraniga yetaydigan ortiqchasi bilan pul bilan berganman-da. Borib turib restorandan chiroyli ovqatlanib kimdir sovg'a beradim, boshqa beradimi misolda? Meni yigitim bor. Men bu yerda o'tiribman, menga unaqa narsa qilmanglar, kerak emas deydi. Normalniy qiz bo'lsa. Tushundinglarmi? Normalniy qiz bo'lsa shunday deydi. Kallasi bor qiz bo'lsa shunday deydi, deydi. Meni restoranimgacha ortiq bilan qilib qo'ygan. Men ovqatlanishim kerak, efirimni qilishim kerak, borib xonamda damimni olishim kerak. Menga kimdir tort ko'tarib kelsa, deb kulib tortini olishim kerak emas. Deydi o'sha qiz. Normalniy qiz bo'lsa. Ayb kimda endi onasini? Ayb kimda? Ayb kimda onasini? Chiqmadim. Men nima uchun uni efir qilayotgan payti oldiga borib restoranda o'tirmadim? Meni akam bor. Meni akam sizni oldingizdaligini ko'rsa menga yomon gap bo'ladi. Iltimos video ham qo'ymang. Iltimos menga video ham qo'ymang. Birga video ham qo'ymaylik. Meni Dubayda siz bilan ko'rishganligimizni bilmasin deganligi uchun men borib turib o'sha restoranda ham ustida suqilib o'tirgim kelmadi. O'zing bor, aylan, damingni ol. Qayerga borib o'tirishingdan qat'iy nazar o'zim chiroyligina mehmon qilaman, tamom. Chiroyli mehmondochiligingni qil, damingni ol deganman. Borib turib birovda bitta onasini emsa 30 dirhamlik, 80 dirhamlik bitta tortiga o'l bu kuningdan bili. Ko'zi och bili. Ko'zi och bili. Men aybim o'sha. O'zi oldi o'shani. Men olib kelgan paytda Misrga otib bordim. Olib keldi o'shani, yemaganagina. Yemasang nima olding dedim. Nimaga olding dedim. Meni oldimga olib keldi. Men uni Misrga otib bordim.
tavba qildim. Adam qo'rqoq bilasizlar. Mana achchiq haqiqatlar ochilyapti. Qo'rqoq bilasizlar mana. Mana endi bilganlaringdan keyin mana endi keyin o Sardor to'g'ri ish qilgan ekansan. Vaqtida qutulibsan shu balodan deysizlar. Mana men minnat uchun gapirmayapman. Sizlar bilinglar deyapman, prosta. Birov mana misol. Mana sen qizsan, mana shu yerda qiz o'tiribdi. Seni yigiting bo'lib, hamma yoqda chotki qilib qo'yib, senga shunchalik darajada yordam berib, o'zini rizqidan musofirda yurgan bo'lsa ham sen uchun shuncha joydan, kilometrlardan uchib borib, kerak bo'lsa Qozog'istonda ham ta'minotingni qilib qo'yib, Qozog'istonda ham seni ta'minotingni qilib qo'yib, Dubayga kelgan paytda ham hamma ta'minotingni qilib qo'ysa, birov bitta 80 dirhamni tortib olib kelsa, oldinga o'tirg'izasan bir 4000 ta efirda o'tirgan odamni oldida. Oldinga o'tirg'izib qo'yib, rahmat, bu kim? Mana bu inson kim? Sizlar bilasizlarmi? Menga tort sovg'a qilyapti. Meni bugun tug'ilgan kunimga tort sovg'a qilyapti deysanmi, qiz? Sen yaxshi ko'rgan yigiting bo'lsa shu ishni qilasanmi, qiz? Mana senga savol, любой qizga savol. Ayb men deymish. Men bormaganim uchun, tortib kelganlik uchun olganimiz. Men borsam, bitta akasimi kimdir yana unga muammo qilsa, bitta yana menga gap bo'ladi. O'zi bir pas yolg'iz qo'yib yubordim. Bor dedim o'sha restoraningda. O'sha turk bir restorani bor ekan. Burj Khalifaning o'rniga. Qo'liga uzuk taqib, TikTokdan chiqarib uylansam, uylanganimdan keyin erta mana shunday holat bo'lganda men bag'da bu dunyoda ko'rmayman. Tushundilaringmi? Meni bu dunyoda ko'rmayman. Men hozir mana bulardan o'zim tashlab o'ldirgan bo'laydim. O'zimni o'tganda o'zim bilaman. Lipoy erkagingda bo'ladi. Qiyinchilikka chidagan qiz eri, ya'ni umr yo'ldoshi bitta tuxum bo'lsa ham, oddiygina bir piyola suv bo'lsa ham erini yo'g'ida borida qadriga yetadi. Erini любой payti qiynalgan, boshida bo'ladigan og'ir kunida yonida dalda bo'ladi. U qiyinchilik ko'rgan qiz bo'ladi. To'qchilikda, otasini pulida o'zicha garatishkoy bo'lib yashagan qizlar unaqa kamdan kam bo'ladi. Men shuning uchun aytdim. Men qishloqda yashayman. Erta meni sharoitim bo'ladi, qiyinim bo'ladi, yomonim bo'ladi, yaxshim bo'ladi. Men onasini emsim. Mana shunday darajada o'zim kelmaganman. Oson kelmaganman. Mana shunday yalang'och kerak bo'lsa ko'timda tursuqchang ko'chada odamlarni uyda ishlab katta bo'lgan bo'laman. Любой payt qiyinchilikni ko'rganman. Любой qiyinchiligini yengib o'tganman. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demaganman. Kerak bo'lsa onasini emsin borib odamlarning uyida tualet qozib pul topganman. Qilaman ham yana shu ishni agar boshimda bo'lsa. Men uyalmayman hech qachon. Mehnatkash bo'laman men. Любой payt. Hayot bu. Erta hech kim katta gapira olmaydi. Har doim mana bunday Dubayda yurasan. Har doim bunaqa zo'r bo'ladi deb hech kim katta kafolat bera olmaydi. Men telefon qildim. Men nimadan urush chiqa boshladi, bilmaysizlar sizlar. Nimadan urush chiqa boshlaganini sizlar bilmaysizlar. Mana men sizlarga aytaman. Men sizlarga aytaman, shoshmang, sigaret chaqib olib birman.
Men nima uchun Yasmina bilan guruh qilib ketdim, bilasizlarmi? Nima uchun bilasizlarmi? Bilasizlar nima uchun? Bilasizlar? Bilmaysizlar, endi eshitinglar. Toshkentga kelgan payti har kuni telefonda ukamga telefon qilib, kam bo'lmasin. Mehmon, erta qozoq qiz O'zbekiston keldi. Sardorda o'zi Dubayda bo'lgani bilan jentelmen bola ekan. Kelgan paytda hamma narsasini ruchat qilib, ko'p narsasiga yordam qildi. Men shu yerda yursa ham, o'zi chetda bo'lsa ham, qarochi Sardor O'zbekistonda kam qilib qo'ymadi bitta insonni deb, hamma sharoitiga ukamga telefon qilib, hamma narsasini ukam orqali qilib turdim shu yerda. Qozog'istondan qaytayotgan payti uchib Almataga uyiga bordi. Men telefon qilyapman, qizilda bosyapti. Men telefon qilyapman, qizilda bosyapti. Men telefon qilyapman, yana qizilda bosyapti. Men TikTokdan yozyapman. Nima bo'ldi? Yaxshi yetib bordingmi? Nima bo'ldi? Nima qilding sen? Yaxshi yetib bordingmi degan gaplarni qildim. Meni betimga yana qizilda bosdi. Men yana terdim. Katta boshim, meni betimga qizilda hech kim bosmagan. Meni betimga hech kim qizilda bosmagan. Men unga yomon gapini sevgisi xor qilmadim. Men prosta gaplashdim o qiz bilan. Ertasi kuni bo'ldi. Yana yozdim. Nima bo'ldi sen? Yaxshimisan? Yaxshi yetib bordingmi? Hali ahvol so'rayapman. Yana telefon qilyapman. Yana qizilda bosyapti. Yana qizilda bosyapti. Men yozyapman, deyapman, Yaxshi yetib bordingmi? Hali ahvol so'rayapman. Javob bermayapti o'qib turib. Alam qilammi? Alam qilam. Alam qilam. Sevganim uchun qildim o'sha ishni. Bo'lmasa pashsholka naxo'y bir vashi telefon qilmayman hech kimga. Mana telefon. Mana telefon. Men vashi birovga telefon qilayotgan bo'lamasman. Mana kerak bo'lsa kontagim kim turibdi bitta. Ko'ringlar yaxshilar. Mana WhatsAppda buning uchun ochib qo'yganman. Hech kim bilan gaplashmaganman. Mana chatim, mana bu chat, mana telefon qilinganlari faqat mana. Mana qizil olganman. Faqat qizil olganman. Faqat qizil olganman. Mana hech kim bilan gaplashmaganman. Mana hech kim bilan faqat bunga yozganman. Mana o'qimagan ham, javob ham yozmagan. Mana shumi sevgi. Shumi sevgi. Nima men yalni yurishim kerak. Mana hech kim bitta ham qiz ham yo'q, bala ham yo'q. Mana kerak bo'lsa otam, onam yo'q. Mana kerak bo'lsa otam, onam yo'q. Mana ko'ringlar mana. Mana men sizlardan mana birinchi marta ko'rsatyapman. Mana ko'ringlar mana hech kim yo'q.
emish, biri balo emish, nima emish, ochko qilaymish, hype kerakmish, bir nima PR kerakmish. Sikta ham hype. Kerak bo'lsa men katta gapirmayman Jalab bilan. Men bilan tal TikTokdan efir ochganim yo'q. Efirim blokka ketgan akkauntim. Men Jalab og'ziga sizga katta gapirmayman. Mana Instagramchi emasman. Seni TikTokingda o'tirmaydi Jalab. 2000 ta odam meni Instagramimda o'tiribdi qo'tar bilan. Sen sikamanmi sendan bilan PR qilib, sen sikamanmi naxu? Men o'zimda talantim harom bo'lsam ham o'zimda iste'dodim bor naxu bilan. Sikkanim bor naxu seni bilan. Ochkoyingda, seni bir balo PRingda, laykingda naxu. Naxu akkauntga. Prosta men bilan Jalab asab bo'layotgan tomonim men boshda aytganman. Men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rib qoldim bile. Yaxshi ko'rib qoldim. Rostdan yaxshi ko'rib qoldim. Meni yuragimda qiynama, yaxshi ko'rmasang boshda. Menga savol berdi Sampo. Sen dedi. Shuncha urushib qolsam. To'g'risini ayt dedi. Rozada dedi. To'g'risini ayt, anisan. Menga savol beryapti. Sen sevasanmi qizni dedi. Men aytdim, ha, sevaman dedi. O'sha urushgan joyimda ham. Chunki men sevganman. Chunki men rostdan sevganman. Yurakdan sevganman. Mana hozir ham aytib turibman shu gapni. Unga savol beryapti. Sevasanmi-chi? Yo'q, men sevmaganman. Sevmagan. Tavba qil. Menga kerak emas. Menga kerak emas qaysi go'rdagi bir men do'stlar, men sizlarga yana ochig'ini aytaman. Men shunday insonman. Kistamda 100 so'm pulim bo'lmaganda ham mana shunday giroy bo'lganman, g'ururim baland bo'lgan. Kistamda million pulim bo'lganda ham mana shunday g'ururim baland. Men har doim bir xilman. Meni hayotimda, meni yuradigan hayotimda, meni yashaydigan hayotimda inson qadri qandaydir bonagi oddiygina qog'ozga bosilgan rangli narsa meni hayotimda inson qadrini belgilashi kerak emas. Tushundinglarmi? Meni hayotimda oddiy mana kimdir bilan munosabatim, kimgadir beradigan mehrim, kimnidir oldimga yaqinlashtirib do'st hisoblashim qanaydir qog'ozga bosilgan bitta pechat hal qilish kerak emas. U qog'oz naxu. Ko'zimni och, ko'zingni och seni. U qog'oz, oddiy bitta qog'oz bilan. Yaxshi muomala qilib, kerak bo'lsa o'zidan giroy yasab olgan, o'zidan karilayotgan, o'zidan bir pizdes yasab olayotganda men simayman. Efirda ulangan, men boyman. Meni naxoy bilan pizdes mashinam bor. Meni pizdes uyim bor deydigan gandonlarni men naxoy mensimayman. Men lubo kambag'alga, lubo qiynalganga joyida muomala qilib qo'yganman. Menga ulangan payti ham, menga 100 marta tashlagan payti ham shunday qarab turib, kimligini bilib turib, qiynalgan oilaga lubo bitam yordam qilib chiqib ketganman. Menga kelib giroylik qilganni ko'tiga sikib qo'yganman lubo payti. Любой пять. Men onam bilan gaplashtiribman. Bechora onam ham sodda ayolda, qishloqda ayoli. Jonlari sog' bo'lsin, onajonimni. O'g'lim deydi onam. Xursand bo'ldim o'g'lim. Bechora onam o'zi Dubayda, shunday bir chiroyli davlatda. Nimadansin? Bitta qizni yaxshi ko'ribsan, tezroq to'yingda qilaylik. Jon o'g'lim, rozi bo'lsang, roziman deb ayt. Boramiz Qozog'istoniga ham. Boshqa joyga ham boramiz, Amerikasiga ham boramiz. Sen uylanaman desang, men xursand bo'laman o'g'lim. Bir og'iz unga ham gaplashtiryapman.
onam bilan gaplashyapti u. Toshkentda yurgan payti bechora onam yaxshimisiz, hurmat qilyapti. Zo'rmisiz? To'g'risini aytaman-da, katta gapirmayman. Men bor topgan tutganimni uyga jo'natayotgan odamman. Men bugun Mashaqda $20,000 pul topsam, $20,000dan $19,500 uyga tashiyman. Bechora onamni. Katta gapirmayman hozir, dalni berayman. Uncha-muncha boydan onam hozir. Pul. Lekin onamda ham qalbi shunday sodda ayol, pul rol o'ynamaydi bizda. Kerak bo'lsa u multik shuni sotib oladi multikni turishi bilan. Turishi bilan. Dunyoni topgan, dunyoyim topgan, davlatim onamnikida. Uylan, o'g'lim uylan. Men o'zi uylanmayman. Menga kerak emas unaqa narsalar. O'zi bir marta o'lib tirilganim yetadi ona degan paytim. Kuniga 10 ta, kuniga 20 ta qizni rasmini ko'rsatib, mana bolajonim ha. Paloncha bir yaxshi o'qishda o'qiydigan qiz ekan, o'zimizning qishloqdan. Ko'r, onajon shoshilmang. Boraylik sovchilikka. Uying tayyor bo'lsa, tayingda qavatlab mashinang bo'lsa, kistangda puling bo'lsa, bir kunda to'yingni qilaylik, uylan, bola chaqali, ona shoshilmang deyardim-da. Har doim aytardim. Men ham ki bir farzand, bir nevarali bugun keladi, katta o'g'ilsan. Sendan keyin kichkina ukang ham o'zi boshi yetib keldi. Katta bo'ldi. Endi xursand bo'ldim. Endi hayotimga nur keldi. Endi u bir maqsadlar bo'ldi hayotimda. Nimalar qilaman, chiroyli to'ylar qilaman, elu xalqqa chiroyli bir haq beraman. O'zbekistonda to'y qilaman, Qozog'istonda to'y qilaman, Dubayga kelib to'y qilaman. Bir elu xalqni oldiga bir chiroyli bir xalqimizga bir chiroyli bir to'y tomosha ko'rsataman degan niyatlar paydo bo'ldi. Mana nima bo'ldi oxiri. Nima bo'ldi oxiri? Hali ham yaxshiman. Hali ham o'zimni qo'lga olyapman. Agar meni o'rnimda boshqa inson bo'lganda, mana oddiy bitta negina. Bitta katta profili blok bo'lgan paytda bitta donasi urillab yig'lab chiqdi xalqning oldiga. Meni profilim blokka tushib ketdi deb. Meni yuzlab millionlab profilim blok bo'ldi. Mana Xudoga shukr, o'zim blok bo'lganim yo'q. Oyoq qo'lim blok bo'lgani yo'q. Qo'l oyog'im blok bo'lgani yo'q. Mana o'zim joyidaman. Uning uchun siqilayotganim yo'q. Prosta meni yuragimni yarimta qilishdi bile. Meni yuragimda o'ynashdi, meni yuragim bilan, meni mana qalbim bilan o'ynashdi. Menga o'sha, meni chetda bo'layotgan, menga bo'layotgan zarba men bir tiyin. Men odamlarni chekkadan urayotgani menga bir tiyin. Men ko'ngil bergan inson menga qilgan narsasi og'ir botyapti menga. Og'ir botyapti. Usiz ham yashayman. Usiz ham yashab kelganman. Ligimni qilib dalishib ketavergan bo'laydim. Efirga chiqishga toqatim bo'lmayapti. Ocholmayapman, qo'lim telefonga borib turib TikTokka kirishga menda bilan iroda bo'lmayapti, matonat bo'lmayapti TikTokka kirishga bile. Betim bo'lmaganda, yaxshi ko'rmaganimda qo'tag'imga o'xshab chiqib, deb TikTokda ishimni qilib o'tirgan bo'laverdim bile. Kirolmayapman naxo TikTokka bile. O'zimda iroda bo'lmayapti, kuchi bo'lmayapti bile.
efirda bitta restart qilaman. Efirda bitta restart qilaman. Efirda bitta restart qilaman. Qayta kiraylik. Mana hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, videolar bilan birgalikda ko'rib tanishib chiqdik. Hozir bir narsaga to'xtalib o'tish zarur bo'ladiki, man u uchun kerak bo'lsa $1000, kerak bo'lsa 2000, kerak bo'lsa $5000 sarfladim degan gaplar gapirilyapti. Bu albatta xalqimiz ana shu Sardorga tashlab bergan pullari hisoblanadi. Yana bir narsa shu bo'ladiki, buni Sardorni o'ynayotgan batllari na jamiyatimiz uchun, na millatimiz uchun, na boshqa millatlar uchun foyda bermaydi. Qanaqadir ko'ngilochar, qanaqadir kayfiyat beruvchi soniyalik, soatli narsalar hisoblanadi xolos. Shuning uchun siz agar chet elda qiynalib ishlayotgan bo'lsangiz, battlelarga pul tashlab, Sardorni cho'ntagini, ya'ni ichidagi pullarini ko'paytirmasligingizni men iltimos qilib qolgan bo'lardim. Siz bu sarflayotgan pullarni uyingizga, oilangizga, vataningizga yuboring. Mana shu siz uchun foydali hisoblanadi. Sardor kecha kim edi-yu, bugun kim bo'ldi? Kecha oddiy bir inson bo'lib yurgandi, bugun endi aytayapti, necha ming dollar topsam ham onamga jo'nataman deyapti. Onasini hurmat qilishiga, onasini yaxshi ko'rishiga bizni hech qanaqa e'tirozimiz yo'q. Faqat bizni aytmoqchi bo'lgan gapimiz, bu insonlarni cho'ntagini pul bilan to'ldirib, mana shunaqangi qizlar bilan xohlagan ishini qilishga, ya'ni uni chaqirib Dubayga mehmon qilib, tug'ilgan kun qildirib berib, uni yo'l kiralariga to'lab berishini ham mana shu xalqimizni cho'ntagidan ketayotgan pullar hisoblanadi. Shuning uchun kerakli bo'lgan joylarga mana shu pulingizni ishlating, sarflang. O'zbekistonga jo'nating, oilangizga jo'nating, farzandlaringizga jo'nating. Bu battlelar tezda o'tadi ketadigan narsalar. Shuning uchun kim qanday fikrda, o'zi xulosani sekin-astalik bilan chiqarib oladi degan umiddaman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.